Assalomu alaykum hurmatli dizaynerlar va kuzatuvchilar. Bugun sizlarga chiroyli bitta proyektimizning namunasini qanaqa qilib shu ko'rinishga kelish mumkinligini ko'rsatib bermoqchimiz. Ya'ni bu proyektga qilishimizdan sabab, ya'ni roliklarni qilishimizdan sabab bizda chatimizda shunaqangi savol keldiki, ya'ni shu narsani qanaqa qilib qilish mumkin degan savol keldi va biza mana shu ikkala dasturda qanaqa qilib bajarish mumkinligini ko'rsatib bermoqchimiz. Hop, birinchisi ya'ni har bitta o'zini kursimizdan, ya'ni Infinity Painter dasturchilar uchun alohida Infinity Painter dasturida qilib beramiz, Procreate'chilar uchun alohida Procreate dasturida qanaqa qilib bu ishlash mumkinligini ko'rsatib beramiz. Infinity Painterda ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana o'sha proyektimiz va shu proyektimizga biz materialni qo'shishimiz kerak va rangini o'zgartirish kerak. Shu narsani ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda biz nima ish qilamiz? Biz shablonimizni nusxalab olishimiz kerak. Ya'ni bu yerda двойной material nusxasiga qo'yish etapi mavjud. Buning uchun mnogougольник olamiz va mnogougольник orqali biz mana shu qismini chiroyli qilib duplikat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Mana duplikat juda mana duplikat qilib oldik. Endi materialimizni o'zini ham ko'paytirib olishimiz kerak va masshtablab joylashtirib bo'yiga to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz bu yerdan kopировать qilamiz va ust qo'yamiz. Lekin materialimizga ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, ya'ni nuqsoni bor. Bu nuqsonni qanaqa qilib yo'qotish mumkinligini birato'lasi ko'rib chiqamiz. Mana. Uchalasini birlashtiramiz. Bitta popka bo'lib qoldi va bitta popkani bitta sloyga keltirib olamiz. Tak, давайте mana qilamiz. Birinchi bitta mana o'zini duplikat qilib ham olib olamiz. Xo'p. Mana tayyor bo'ldi va чуть-чуть kichraytiraman, чтобы mashtga joylashishi uchun. Xo'p. Materialni qanaqa qilib mana bu yerdagi turgan nuqsonlarni yo'qotish mumkin? Bunda biz birinchi o'chirda sirkulimizni bosamiz. Sirkulimizda kopирование nuqtasini bosgan holatda именно qatidan biz qatga ko'chirmoqchimiz. O'sha joyga qo'yamiz. Birinchi mana bu yerga qo'yamiz va kistimizni to'g'rilab olishimiz kerak. Kistni shunaqangi olishingiz kerakki, katta va tez bo'yaladigan kist olishingiz kerak. O'shanda qilmoqchi bo'lgan ishingiz tezroq bitadi. Materialimizni chiroyli bitta ko'rinishga keltirib oldik. Endi buni biz nusxalaymiz, ya'ni duplikat qilamiz. Sababi ikkala etapga, ya'ni pardamizni namunasiga qo'yishimiz uchun. Birinchisini olamiz, obreskaga uramiz, ikkinchisini ham olamiz va obreska qilamiz. Lekin cho'ta yo'qolib qoldi. Sababi shundoq olib bu yoqqa olib kelsak, mana birinchisi shundoq olamiz va ikkinchisini olib kelamiz va bu qismda ham ko'rinadi. Ko'rinayotgan bo'lsa, bizda alohida turibdi. Lekin pardamizning strukturasi yo'qolib qoldi. Uning uchun biz obreska наложение strukturasiga kirgan holatda bu yerda ko'rib chiqamiz, qaysi bir effekt tushyapti bizga. Вот умножениеda tushdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, alohida ikkalasiga tushdi. Agar pardani barchasiga mana shu narsani baravariga o'tkazmoqchi bo'lsanglar, bitta qilsanglar ham bo'ladi. Mana buni duplikat qilish hojati bo'lmaydi. Mana ko'rinishda turaveradi. Lekin sizlarda shunaqangi moment bo'lib qoldiki, siz pardani bildirishingiz kerak, чтобы ikki xil materialga, ya'ni
bittasi to'qroq, bittasi ochroq ko'rinishga yoki boshqasi bittasi boshqa rang, ikkinchisi boshqa rang. O'sha narsani endi bu yerda qanaqa qilib ko'rsatish mumkin bo'ladi. Uning uchun siz yangi sloj yaratasiz, ya'ni material bilan asosiy aniqani o'rtasiga joylashgan. Slojga bosganingizda sizlarda shunaqangi moment bo'lib qolishi mumkin, bo'yaganingizda mana bunaqa ko'rinishga ega bo'lib qoldi. Bu narsani o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Birinchi o'chirda очиститься bosamiz, ikkinchisida mana buni bitta slojga qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizni bo'yagan narsamizni bitta xil ko'rinishga keltirib ber degan tushunchani beryapmiz. Va naложение orqali biz rang berib beramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha rangi boshqacha keldi. Sal to'g'ri bu bizga ochroq varianti kerak. Mana bu ko'rinishdek. Bunisini qanaqa qilib o'zgartiramiz? Bunisi приблизительно mana yashil rang, sariq rangga o'tkazamiz. Mana shu rang kerak. Ko'rdinglarmi? Резко tushdi. Okey, naложение orqali naложение вот ko'rayotgan bo'lsanglar, qanaqa ko'rinishga keldi. Ikkalasini rangi ikki xilligi ko'rinib turibdi. Mana shu asnosida siz bemalol pardani ikkalasiga ham qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ham rang berishingiz mumkin, ham material berishingiz mumkin. Xohlasangiz bu ko'rinishga keltirishingiz mumkin, xohlasangiz bu ko'rinishda siz pardani eskizini yaratib berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz hozir bu yerda Infinity Painter dasturida qanaqa qilib bu ishni bajarish mumkinligini ko'rib chiqdik. Endi esa Procreate dasturida ko'rib chiqamiz. Xuddi shu narsani bajarish texnikasi. Xo'p, bu yerda ham tayyor qilib qo'yganmiz ishlarni. Вот ko'rayotgan bo'lsanglar, ikkala ish tayyor. Birinchi o'chirda dublikat qilib olishimiz kerak ishimizni. Tak, dublikat qilishdan oldin mana bundoq qilib chegarasini berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Kopировать. Mana tayyor bo'ldi. Endi biz buni nusxalashimiz kerak. Ya'ni materialimizni nusxalab olishimiz kerak. Hop, o'chalasini birlashtiramiz. Birlashdim va boyagi struktura, ya'ni mana tushgan nuqsonlarni yo'qotish. Mana волшебная палочка pastida kopирование bosamiz va bizda avtomatik kistechkamizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Katta qilsak bo'ldi. Bo'ldi. Tayyor ishimiz. Xo'p, materialimizni bu yerga olamiz. Endi bu yerda keyingi etapdagi ish dublikat qilamiz va ikkala dublikat materialimizni o'ziga obreska qilamiz. Ya'ni obreska emas, bu yerda отправочная маска deyiladi. Ikkalasida ham yo'qoldi. Endi strelkani olib просто olib borsak, mana bu yerda ham ko'rinadi. Mana tayyor ikkalasi ham. Endi keyingi etapdagi ishimiz bu yerda biz naложениесini ko'rib chiqishimiz kerak. Mana. Ikkinchisi mana. Endi bu yerda bo'yash. Bo'yashda ham xuddi shu yangi sloj yaratib turib, biz просто beramiz va uni ham naложениеga qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda fishka shundaki, nimaga alohida sloj qildik? Buni o'ziga bersak ham bo'lardi degan sразу tushuncha savol uyg'onishi mumkin. Ya'ni shunday olib turib berib yuborsak ham bu yerda o'qiydi-ku deyishinglar mumkin. Mana bundoq qilib ko'rinishga keltirib o'qisa ham bo'ladi-ku.
mana bunday yoqursa bo'ldi, joyiga tushadi degan savol tug'ilishi mumkin. Qilsa bo'ladi albatta, lekin sabab nimaga biz bu ishni qilmaymiz? Chunki bizga исходный mana bu ko'rinishi kerak. Sababi rangini o'zgartirmoqchi bo'lsak, bizga mana buni o'zgartirish osonroq bo'ladi. Bu bizga ko'proq effekt beradi. U yo'li ham bor. Qaytib bu shablon bilan rangini o'zgartirayotganingizda agar исходiga ta'sir qilib qoladigan bo'lsa, undan ko'ra mana bu narsani o'chirib boshqatalab ishlash osonroq hisoblanadi. Atak, xuddi shu narsa tushuncha, ya'ni mana bu tushunchani o'zi olib borganimizdagi tushunchani o'zi, давайте темныйroq qanaqadir rang olib boraylik. Mana. Ko'rasizlar, qanaqa ko'rinishga ega. Undan ko'ra biz buni yoqib qo'yamiz va bu yoqqa bundoq qilib beramiz. Temniy bo'lib ketdi. Undan ko'ra sal svetliroq va mana. Bir xil paytlarda o'qimay qolsa, eng oson yo'li baribir ham shu narsa hisoblanadi. Xuddi shu rangga olib borib shundoq o'ziga berish Infinity Painter dasturida ham bor. Ya'ni bu yerda biz hozir men o'chirib qo'yaman ikkalasini. Mana. Qaranglar. Chelechamizni ham bosamiz, bitta sloyga bosam. Xohlasanglar bu 2 ga bossanglar ham, uradigan bo'lsanglar mana bunaqa ko'rinishga ketadi. Bittaga bossanglar, bu ham xuddi shu ko'rinishga beradi. Ko'rasizlar, bir xil paytlarda o'qimay qoladi. Eng zo'r oson yo'li bizga bu o'sha sloy o'zini shunaqa alohida kopirasiya qilib berib olgan yaxshiroq hisoblanadi. Va effekti kuchliroq ko'rinishga ega. Ya'ni bugungi bonus sifatida berilgan savolimizning javobi mana shulardan iborat edi. Agar yana qanaqadir qiziqarli sizlarda savol bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin va sizlarga albatta mana xuddi shu ko'rinishdagi video obzor qilib qo'yib beramiz. Savolingizga javob. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.